Go'zal, sen qolasan. Davolanishing kerak. Doktor gaplashib qo'yganman. Tushunmadim, doktor. Qanaqa doktor? Nimaga davolanaman? Opamni bitta ichganlariga doktor gaplashib qo'ydingizmi? Ko'p ichayotgan ekansan oxirgi payt. Nima? Tushunmadim. Men ichgan bo'lsam nima qildi? Men alkash emasman, narkoman emasman. Tushunmayapman. Nimaga menga doktor gaplashasizlar? Nima, men psixmanmi? Ichgan bo'lsam dardim bor. Nima darding bor? Hamma narsang bo'lsa, Aka, qo'ying, so'ramen, asabimga tegmang. Davolanish kerak bo'lsa, o'zimni doktorim bor. Turkiyaga boraman. Men hech qayoqqa ketmayman. Erim qayoqda bo'lsa, o'sha yerda bo'laman. Go'zalim, men ham qolaman xohlasang. Sen uchun. Ha, yo'q-ey. Qanday yaxshi. Qolib nima qilmoqchisiz? Daryo bilan ko'rishmoqchimisiz? Yo berkinib uylab olmoqchimisiz? Aka, bo'lachi? 7 oy shuni kutishdi o'zi. Bahona qildilar. "Ey Go'zal, seni deb qolaman" deyapti. Nima go'zal, siz bilmaysiz. Kenaymi ma'rakasiga kelgani yo'q bular. Daryosi bilan ko'rishgani kelganlar. Ha, ko'chadan hozir ham ko'rishib kelyapsizmi?